Tracker miniydiganlar diqqatiga $700 turar ekan, radnoy bagacha akalar. Ko'rib turibsiz, o'zi aslida haqiqatan ham zamin bo'lib ketadigan holatga kelib qolgan. Lekin akamizni cho'ntagini inobatga olgan holatda o'zini radnoyga to'g'rilab bermoqchimiz. Ko'ryapsiz, kraska sinib ketib, уже haqiqatan ham figuralar ancha cho'zilib ketgan. Biz miyatinasini, rektorkasini chiroyli qilib bitkizib, hamkasblarimiz esa kosmetikalarni qilib, xullas qissa qilayotganda videoda orgacha ko'rib turingda ishimizga baho berasiz. To'xtab turasiz, buni kosmetikadan olib videosini olmasak, bir xilgina ishonmasligi mumkin. Bagajni ham tugatib oldik akalar. Eslaringda bo'lsa, bu tracker mashinamiz bizga urilib kelgan holatda o'zi aslida bagajimiz metallonga aylanib ketgan desa ham bo'ladi. Sababi endi urilib kelgani bor, normalniy g'ijimlangan edi. Bu raxlarini qarang. Qana tekis, o'qtaqa tekis bo'lib chiqqaring. Hattoki lampada shagrinni ko'ring. Menimcha holatiga yarasha bo'lmaydigan holatda bo'ladigan umiddaman. Agar sizga shu ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, ishimizga bo'lgan fikrni qoldirib, kommentariyada qolaversa, aynan shu videoni ko'proq tanishingizga jo'natib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, repost bosib bersangiz, albatta biz uchun poddeshka bo'lgan bo'ladi.